Kadiz qaynonamdan yangicha quritilgan sakkizoyoqdan salat retsepti. Kadiz qaynonam tayyorlagan isqiniq duchmiyeza ketadi. Quritilgan sakkizoyoqli salatni tayyorlash uchun mayonez kerak bo'lar ekan. Bu yerda qaynonam uchun sakkizoyoqni raqsini tushib beryapman. Kimga yana duxi yetadi qaynonasiga sakkizoyoqdaqa raqsga tushib berishga. Quritilgan sakkizoyoqlarimizni shunaqa qaychida kesib chiqamiz. Undan keyin past olovda matsul degan narsani 3 qoshiq qo'shib, yaxshilab qovurib olamiz. Bu narsa sakkizoyoqdan kelib turadigan hidlarni yo'qotar ekan. Bu yerda qaynonam sochim ko'zimga kirib ketyapti deganlari uchun yana menga boshqa ish buyurib qo'ymasinlar deb sochlarini chiroyli qilib aqlli kelinlarga o'xshab yig'ishtirib berdim. Sakkizoyoqlarimizni qovurib olganimizdan keyin endi sousini tayyorlaymiz. 1 qoshiq yog'ga 2 qoshiq soyavoy sos, 1 qoshiq qalampirli tomat va 3-4 qoshiq quritilgan qalampir bilan 2 qoshiq shakar va 1 qoshiq maydalangan chesnok bilan 2-3 qoshiq shakar siropi bilan 1 stakan suv quyvoramiz va sousini shunaqa qaynab chiqqunicha aralashtirib turamiz. Haligida qovurib olgan sakkizoyog'imizga ozgina mayonez qo'shib aralashtirib olamiz. Va tayyor bo'lgan sousimizni yaxshilab sovutib, sakkizoyog'imiz bilan aralashtirib chiqamiz. Bu salatni nafaqat guruch bilan, balki-da o'zini ham maza qilib yesanglar bo'ladi. Koreyada ko'p koreyskiy salatlarni oxirida qovurilgan kunjut bilan kunjut yog'idan ham qo'shib olishadi. Va albatta oxirida yeb ko'ring, agar u bu narsasi kam bo'lsa, bemalol hozirgi holatida qo'shib olsangiz ham bo'ladi. Koreyskiy salatlarning retseptiga qiziqsangiz, podpiska bosib qo'ying.